Bemor Usmonov Marjon aka bizga murojaat qilganida o'ng qo'lidagi tortuvchi xarakterga ega og'riqlar bilan murojaat qilgan va uy ishlariga shikoyat qilib kelgan. Ko'plab joylarda davolanganligini hisobga olib va davolanishlari yetarlicha samara bermaganligi uchun biz ushbu bemorimizga bo'yin umurtqasidagi disk rejani olib tashlashlikni tavsiya qildik. Bemorimizni endoskopiya uslubida bo'yin umurtqasini orqa tarafidan, 6-7 bo'yin umurtqasini orqa tarafidan mana shu joyda dekompressiya amaliyoti va diskektomiya amaliyotini bajardik. Chap tomonlama qo'lga ketadigan nerv ildizi normal holatda chiqib ketyapti. Ana teshikdan chiqib ketganga o'xshab. Bunga o'xshab. O'ng tomondan chiqib ketadigan nerv ildizi kichkina qisilib qolganligi uchun bu bemorga hech qanaqangi dori-darmonlar samara bermagan. Agarda sizda ham bo'yin, bel, ko'krak umurtqalarida uchraydigan har xil stenoz, grija va shunga o'xshash kasalliklar bo'lsa, albatta bizga murojaat qilishingiz mumkin. Bu natijasida Namanganda o'g'landim. Hech qanday natija bo'lmaganda bu yerga kelib operatsiyaga o'zim rozilik bildirdim. Bilganim yo'q, necha soatda chiqdim, yarim soat, 1 soatmi. Yaxshi, Xudoga shukr, hozir men holatim yaxshi. Uxlamasam ham og'riq yo'q. Oldin og'riqqa uxlamasdim. Hozir Xudoga shukrda so'yinganimdan uyqum kelgan yo'q hech qachon. Ulardan men davo topdim. Doim bu dardga chalinmani